Ingliz tilidagi nutqingiz xuddi til egalarining kabi tabiiy bo'lishi uchun siz minglab so'zlarni yodlashingiz shart emas, balki eng ko'p ishlatiladigan 20 ta phrasal verbs, ya'ni shunday maxsus tabiiy iboralarni yodlasangiz, ularni o'zi 80% gacha nutqingizni tabiiy qiladi. Bugungi darsda sizlarga bu iboralarni men nafaqat o'rgataman, balki hayotda qanday qo'llanilishini ko'rsatib ham beraman. Shuning uchun hoziroq sahifamga obuna bo'ling, videoga like bosing va tayyor bo'lsangiz, boshladik. Birinchi iboramiz bring up. Bring up bu mavzuni ko'tarish deb tarjima qilinadi. Misol uchun, When I bring up issues like human rights, why did you bring up my ex? Oops, sorry, I didn't mean to. Ya'ni, nima uchun eski yigitim haqida mavzuni ochding? Kechirasan, unaqa qilmoqchi emasdim deb aytildi. Ya'ni, qachonki kimdir sizga noqulay mavzuni birdaniga ko'tarsa ham bemalol bring up iborasidan foydalansangiz bo'lar ekan. Ikkinchi ibora come up with. O'ylab topish, yechim topish deb tarjima qilinadi. Misol uchun, that they come up with when they're working on a particular scene. we need a name for our project. Let's brainstorm and come up with something cool. Ya'ni, bizni loyihaga nom kerak. Kel o'ylab ko'ramiz va birorta zo'r narsani yechimini topamiz ma'nosida come up with something cool ishlatildi. Aynan shu ibora biznes uchrashuvlarida, g'oyalar muhokamasida ko'p ishlatiladi. Eslab qoling, come up with o'ylab topish, yechim topish deb tarjima qilinar ekan. Uchinchi iboramiz figure out. Figure out biror narsani tushunib yetish deb tarjima qilinadi. Misol uchun, What did you figure out? this math problem is so hard. Don't worry, we'll figure it out together. Ya'ni bu matematika qoidasi juda murakkab ekan. Xavotir olma, birga yechimini topamiz, birga tushunib yetamiz deb tarjima qilindi. Demak, figure out iborasini siz aynan birorta qiyin masalada tushunib yetish ma'nosida ishlatsangiz bo'ladi. Keyingi iboramiz look into va u o'rganib chiqish ma'nosini bildiradi. Misol uchun, can you look into this issue? Sure, I'll check it today. Ya'ni bu muammoni ko'rib chiqa olasizmi, o'rganib chiqa olasizmi deb savol berildi. Albatta, bugun tekshirib chiqaman deb aytildi. Aynan bu ibora look into iborasini ko'pincha shunday bir ishga taalluqli bo'lgan qandaydir uchrashuvlarda, suhbatlarda, hattoki birorta xabar yozganingizda qo'llasangiz bo'ladi. Beshinchi ibora run out of. Biror narsani tugaganini bildiradi va aynan shu ibora kundalik hayotda juda ko'p qo'llaniladi. Misol uchun, run out of cash. That's right. That's right. we've run out of coffee. Wanna grab some? Absolutely. Ya'ni kofemiz tugab qopti, olib kelamizmi? Albatta deb tarjima qilindi va shu iborani tugadi degan ma'noda har qanday narsaga nisbatan ishlatsangiz bo'ladi. Misol uchun, I'm running out of time deymiz. Ya'ni meni vaqtim tugayapti deb ham qo'llasak bo'ladi. Shunday ekan, benziningiz tugaydimi, ovqatingizmi, pulingizmi, bemalol run out of deb ishlatib ketsangiz bo'ladi. Davom ettirsak bo'ladi. 6-iboramiz cut down on. Biror narsani iste'molini kamaytirish deb tarjima qilinadi. Misol uchun, It would be to cut down on plastic. you know, I need to cut down on sugar. Yeah, me too. Too many sweets. Ya'ni shakar iste'molini kamaytirishim kerak. Mana shirinliklar o'ta ko'payib ketdi ma'nosida. Demak, iste'molni kamaytirish cut down on. Shakar iste'molini kamaytirish cut down on sugar bo'ldi. Aynan sog'lom hayot tarzi haqida gapirmoqchi bo'lsangiz, bemalol qo'llasangiz bo'ladi. IELTS speakingda ham juda qo'l keladi. Shuning uchun hoziroq kommentariyada 3 ta gap yozib qoldiring. Siz hoziroq nimani iste'molni kamaytirishingiz kerak? Misol uchun, fast food, shirinliklar va gazli ichimliklar. 7-iboramiz get along with. Kim bilandir yaxshi chiqishish ma'nosini bildiradi. Misol uchun, Will you get along with us? do you get along with your family? Ya'ni oilang bilan yaxshi chiqishasanmi ma'nosida qo'lladik. Bu ibora munosabatlar haqida gapirish uchun eng zo'r to'g'ri keladigan ibora hisoblanadi. Shuning uchun hoziroq yozing. Siz kim bilan yaxshi chiqishasiz? Misol uchun, I get along with my sister. Ya'ni men singlim bilan yaxshi chiqishaman deb aytdim. 8-iboramiz put off. Biror narsani keyinga qoldirishni bildiradi. Misol uchun, To put off. have you started your project? No, I keep putting it off. Ya'ni
loyihangni boshlab oldingmi? Yo'q, men uni doimiy kechiktiryapman, kechiktirib boryapman, qoldiryapman degan ma'noda qo'lladik. Menimcha, aynan deadlinelar, dars topshirish, uyga vazifalarni qilishga kelganda bu hammaga tegishli bo'lsa kerak. Shuning uchun nimani keyinga qoldirishingizni ham yozib keting. 9-iboramiz carry on, davom ettirish deb tarjima qilinadi. Misol uchun, We carry on. Sorry, I interrupted you. Carry on. Kechirasiz, gapingizni bo'ldim, davom ettiring deb aytdik. Demak, carry on iborasi gaplarda, suhbatlarda boshqa insonni, aynan suhbatdoshingizni qo'llab-quvvatlash uchun bemalol qo'llasangiz bo'ladi. Carry on, ya'ni davom ettiring degan bo'lasiz. 10-iboramiz call off. Bekor qilish deb tarjima qilinadi. Misol uchun, President Trump to call off the summit with Kim Jong-un. Did they call off the meeting? Yes, the boss is sick. Ya'ni ular uchrashuvni bekor qilishdimi? Ha, bizni boshlig'imiz kasal ekanlar deb aytdik. Xullas, har qanday mashg'ulotlaringiz yoki uchrashuvlar aynan bekor qilinganda call off dan foydalansangiz bo'lar ekan. 11-so'zimiz go over va u muhokama qilish, ko'rib chiqish ma'nosida ishlatiladi. Misol uchun, If we go over there, we should be in the Jurassic. Can we go over the report before the meeting? Of course, let's do it now. Ya'ni, meni hisobotimni uchrashuvdan oldin ko'rib chiqsak bo'ladimi? Gaplashib olsak bo'ladimi? Ha, kel hozir qilamiz. Demak, go over qayta ko'rib chiqish, muhokama qilish deb tarjima qilinar ekan. 12-iboramiz hold on, to'xtab turish ma'nosida ishlatiladi. Misol uchun, We hold on to that past hurt. Hold on a second, I need to check something. Ya'ni, bir soniya kutib turing, bitta narsani tekshirib olishim kerak. Nima uchun telefonni oldim? Chunki aynan telefondagi suhbatlarda bu ibora ko'p ishlatiladi. Hold on, kutib turing ma'nosida. 13-iboramiz turn down, biror narsani rad etish ma'nosida ishlatiladi. Misol uchun, You can start finding ways to turn down the volume. I got a job offer, but I turned it down. Ya'ni, men ish taklifini oldim, lekin uni rad etdim deb tarjima qildik. Turn down iborasini demak, bemalol siz rad etgan, qabul qilmagan takliflarga nisbatan ishlatsangiz bo'ladi. 14-iboramiz make up, o'ylab topish deb tarjima qilinadi. Misol uchun, Made up all these bad things. I didn't make them up. I think he made up that story. Yeah, that sounds fake. Ya'ni, o'ylashimcha u ani hikoyasini o'ylab topgan. Ha, haqiqatga o'xshamayapti deb tarjima qildik. Demak, aynan bahona o'ylab topish yoki biror narsani faraz qilib o'ylab topishga nisbatan ham make up iborasini bemalol ishlatsangiz bo'ladi. Ammo unutmang, biz bu iborani shu o'rinda urushdan keyin yarashib ketish ma'nosida ham ishlatsak bo'ladi. Misol uchun, did they finally make up? Yes, they're good now. Ya'ni ular va nihoyat yarashib ketishdimi? Ha, hozir ular yaxshi, ya'ni munosabatlari yaxshi ma'nosida. 15-iboramiz mess up va u rus tilida облажаться, ya'ni birorta ishni muvaffaqiyatsiz tarzda bajarish, xato qilish, o'xshata olmaslik, buzib qo'yish ma'nosida ishlatiladi. Hozir gapda misolda ko'rganimizda aniq tushunib olasiz. Sometimes they mess up. Misol uchun, I totally messed up my presentation. Ya'ni o'sha prezentatsiyamni butunlay o'xshata olmadim, parod bo'ldim deymiz-ku. Xuddi shu ma'noda qo'llaniladi. 16-iboramiz show up, kelish deb tarjima qilinadi. Misol uchun, When the criminal doesn't show up for their court date. Did he show up to the party? No, he never came. Ya'ni u bayramda ko'rindimi, bayramga keldimi? Yo'q, u umuman kelmadi deb tarjima qilindi. Kimdir kelgani, kelmagani haqida bemalol show up iborasini ishlatib gapirsangiz bo'ladi. 17-iboramiz work out ikki xil ma'noda keladi. Birinchisi bu aynan jismoniy mashg'ulotlarni qilish, trenirovka qilish degani. Misol uchun, than it is to get into the gym to work out for an hour. Do you work out often? Yeah, 3 times a week. Tez-tez trenirovka qilib turasanmi? Ha, haftada 3 marta. Bu iboraning ikkinchi ma'nosi esa workout, ishlash ma'nosida. Aniq misolda ko'rsak. Watching some of these folks work out, and I decided Do you think this plan will work out? Yeah, I hope so. Ya'ni, nima deb o'ylaysan, shu rejamiz ishlarmikan? Ya'ni, ishlash bu texnikani ishlash ma'nosida emas, balki o'xsharmikan ma'nosida. Ha, umid qilaman deb tarjima qilindi. Bu iborani ham trenirovka qilish haqida gapirish uchun, ham reja o'xshashi yoki ishingiz o'xshashi ma'nosida ham bemalol ishlatsangiz bo'ladi. 18-chi juda zo'r ibora back up, kimnidir qo'llab-quvvatlash deb tarjima qilinadi. Misol uchun,
and you can get knocked down and get back up again and you Thanks for backing me up in that argument. O'sha bo'lgan urushda tushmovchilikda meni qo'llaganing uchun rahmat. Thanks for backing me up. Meni qo'llaganing uchun rahmat deb tarjima qildik. 19-ibora end up. Oxir oqibat qayerdadir bo'lish deb tarjima qilinadi. Hozir misollar ichida yanada bu iborani yaxshiroq tushunib olamiz. Tasavvur qiling, IELTSda savol so'rashyapti. Do you like dining out? Sizga ko'chada ovqatlanish yoqadimi? Ya'ni uydan tashqarida. Va men javoban aytishim mumkin. Yes, I absolutely do. Albatta. Because as a woman, dining in means not only cooking but also cleaning up afterwards. Chunki ayol sifatida men uchun nafaqat uyda ovqatlanish bu ovqat pishirishni bildiradi, balki yig'ishtirishni ham bildiradi. But my husband is a fussy eater. Ya'ni meni erim ovqatni tanlab yeydilar and he prefers home cooked meals. Ular uyda tayyorlangan ovqatlarni yaxshi ko'radilar. So we usually end up dining in. Va biz odatda oxir oqibat uyda ovqatlanib qolamiz. Ya'ni oxir oqibat shu joyga kelamiz ma'nosida. Oxir oqibat ko'pincha uyda ovqatlanamiz degan ma'noda ishlatdik. Yoki yana bir misol. We planned to go out, but we ended up staying home. Ya'ni biz ko'chaga chiqmoqchi edik, lekin oxir oqibat baribir uyda qoladigan bo'ldik degan ma'noda ishlatdik. Tushunarli? Demak, end up shunday oxir oqibat nimadir bo'lganini, qaysidir holatga kelganingizni bildiradigan zo'r ibora. Va so'nggi 20-iboramiz run into. Kimnidir tasodifan ko'rib qolish yoki muammoga duch kelish degan ma'noni bildiradi. Misol uchun, I ran into my old school friend at the mall yesterday. Ya'ni kecha savdo markazida eski maktabdagi do'stimni tasodifan ko'rib qoldim deb tarjima qilindi. Muammoga duch kelish ma'nosida esa I ran into some issues while developing the app. Misol uchun mana shu ilovani ishlab chiqish vaqtida men ba'zi bir muammolarga duch keldim deb tarjima qilsak bo'ladi. Demak, bu so'z ikki xil ma'noda, muammoga duch kelish yoki kimnidir tasodifan ko'rib qolish ma'nosida ishlatilar ekan. Bugungi videoda 20 ta kundalik hayotda qo'llaniladigan phrasal verbslarni o'rgandik. Ular sizga foydali bo'lgan bo'lsa, bu rubrika yoqqan bo'lsa, albatta izohlarda yozib qoldiring va men shunday tartibdagi videolarimni albatta davom ettiraman. Shu o'rinda Telegram va Instagramdagi sahifalarimga obuna bo'lishni unutmang. Hammaga oxirigacha ko'rganingiz uchun rahmat. Keyingi videolarda ko'rishguncha, bye bye.